Natija tayyor. Hamma ruchkani ichini broni plyonkasini shpatilda yotqizadi. Shu narsani sochuvda qilishni bitta ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib qoladigan ishimiz yon qismini kesib olishimiz kerak bo'ladi va qotirib olamiz, havo kirib qolmasligi uchun. Xo'p, broni plyonkani yotqizishimizda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa plyonkani yumshoq qattiqligiga e'tibor berasizlar va chuqurligiga e'tibor berasizlar. Mana shu ikkita narsa. Agar plyonka qattiq bo'ladigan bo'lsa, sovuq kunda qilsanglar, mana shunga parageneratordan foydalanasizlar. Oddiy holatda shart emas. Endi ichiga spirt solib olamiz. Bu narsa polniy spirtimizni yo'q olishimizga sababchi bo'ladi. Shu bo'yicha ushlab turamiz. Bu ko'rganinglardek bitta havo tortib keyingisida shpatilni hech qanaqa havolar qolib ketmasligi uchun siqib chiqib borasiz. Natija tayyor. Endi sifatiga o'zingizlar baho berasizlar, qanaqa darajada chiqqanligiga. Bitta narsaga e'tibor beringlar. Agar hali opt kamera bo'ladigan bo'lsa, bitta, ikkita, uchta, to'rtta tochkaga primer surib olishinglarni tavsiya beraman. Sababi qilaman deb turib, ko'p joylariga shoklarni tushirib tashlaysizlar. Opt toshgandan keyin bez primer ham ishlasanglar bo'ladi. Bu tajribadan kelib chiqadi. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosishni ayamaysizlar.